Aziz o'quvchilar, hamma darsga tayyormi? Bugungi darsimizni tun va kun metodi degan metod bilan boshlaymiz. Bu esa sizni zehningizni, o'tkirligini va olgan bilimlaringizni sinaymiz. Mana doskaga so'zlar yozilgan. Men tun deyishim bilan boshingizni pastga qo'yasiz. Men so'zlarni o'chiraman. Shu yerda qanday so'z yozilgan va u fonetik hodisani qanday hodisaga uchrayapti so'z. Tushunarlimi? Topasiz. Qani? Tun. Kun. Qani kim javob beradi? Aha. Yo'q, turgan joyda javob beraver. Qaysi so'z edi bu yerda? Hop. Ha, adashding. Aha, javob ber. Bitta, o'zi o'zi bitta, ortda. R tovushi T tovushiga aylanyapti. Bir so'z edi. Ha. Bir so'z edi. R T ga aylanyapti. Qanday tovush almashish hodisasi? Tun. Ana endi. Aha. Kun. Kim qo'l ko'taradi? Ha, Gulsanam. Zahar plus im zahram. Yo, adashding. Ha, Tog'abekova. Shahar plus im shahrim. Shahrim. A tushib qolyapti. Aha. Doskaga diqqat bilan qaraymiz. Qaysi so'z yozilgan? Tun. Kun. Ha. Jahongir. Barabar unda N tovushi ortyapti. Barakalla. Tun. Kun. Aha. Lov plus im qulog'im ich qo'yamiz. Yo'q, adashding. Ha, Ikro. Qoq plus im Q. tovushi G tovushiga almashyapti. Ha, Q G'ga aylanyapti. Tovush almashish hodisasi. Tun. Kun. Kim javob beradi? Ha, Mirzaqulov. Orzu plus im, orzuyim, ga aylanyapti. Yo'q. Ha, Qobiljonov. Plus im y ortyapti. Y tovushi ortyapti. Tun. Kun. Ha, Do'stmuhammedova. Ko'nglim plus lim. Yo'q. Xo'p, Sanjar. Ko'ngil plus im, ko'nglim. Nima tushyapti? I tovushi tushyapti. Barakalla. Yaxshilab doskaga qarab olamiz. Tun. Kun. Ha, Shod. Saidakbar. Burun plus im, uch qolyapti. U tovush tushish hodisasi. Barakalla. Hop. Tun. Kun. Hop. Qobiljonova. Achchiq plus q, achchiq ch tovushi ortyapti. Ch tovushi ortyapti. Barakalla. Mana doskada yozilgan va o'chirilgan so'zlarning hammasini topdingiz. Fonetik hodisani yaxshi bilgan o'quvchilarning hammasiga barakalla.
Endi keyingi darsimiz, keyingi metodimizga o'tamiz.